Bir qism taratqularning xabar qilishicha, Shi Jinping 7 ayning o'rtalarida Sharq Turkistonni ziyorat qilish arafasida doiralar Sharq Turkistonda muqimlikni qo'llash tadbirlarini yana bir qatim kuchaytgan. Chet eldagi kishilik huquq tashkilotlarining bildirishicha, bu yil 6 ayning o'rtalarida Urumchining Tangirtog' rayoni, Soybog' rayoni qatorliq joylardagi bir turkum Uyg'ur yoshlari diniy faoliyatlarga qatnashdi degan bahona bilan Sharq Turkistonning janubidagi joylarga surgun qilingan. Oshkorlanishicha, Xitoy doiralari ularga bir oy davomlashadigan atalmish qonunchilik tarbiyasi darsi o'tadi ekan. Xitoy doiralari kun sari kuchayayotgan xalqaro besimlarga qaramay, irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirgan bo'lib, oldingi yarim yilda Sharq Turkistonni xitoylashtirish plani bo'yicha 70 nuqtalik turda yangidan ish boshlagan. Atalmış Şinjan gezitining 21-iyuldagi xabarida bildirishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy taraqqiyot va islohot komiteti oldingi yarim yilda Sharq Turkistonni xitoylashtirish razil planiga asosan nuqtalik turdagi qurilish tiziltib, Sharq Turkistonda 70 nuqtalik turda yangidan qurilish boshlagan. Ish boshlash nisbati 87.5% bo'lib, bulturga o'xshash mezgildagidan 11.5% oshgan. Amerika armiyasining bosh shtab boshlig'i general Mark Milley Xitoy armiyasining yaqinqi 5 yilda ko'rinarli tajovuzchilik va xatarlik holatga kelganligini o'tirg'a qo'ydi. Osiyo ziyoratining bir qismi sifatida Indoneziyaning poytaxti Jakartaga qarab yo'lga chiqqan Milley uningga hamroh bo'lgan muxbirlarga bayonot berdi. Milley o'tgan 5 yilda Xitoyning Tinch okean rayonida havo va dengizda Amerikaga, shundaqla Yaponiya, Kanada, Avstraliya, Filippin va Vyetnamga bo'lgan mudaxilasini ko'rinarli oshirganligini aytdi. Xitoy yer shari orbitasida qurgan olam punktining bir qismini tashkil qilgan tunji tajribaxona modeli Wintianni olam bo'shlig'iga evatdi. Odamlik olam programmasi idorasining bayonotiga qaraganda, Wintian Xaynan orolidagi Winchang olam kemisini qo'yib berish markazidan uzun safar V3 5P nomli to'shig'uvchi raketa bilan qo'yib berilgan. Egilishicha qo'yib berilib 8 minutdan keyin yer yuzidan 400 kilometr egizlikdagi bo'shliq punkti joylashgan tuvan yer orbitasiga yetib borgan. Yaponiyaning janubidagi Kagoshima qo'ltig'idagi yerim orolga joylashgan aktiv Sakurajima yanarteg'ida portlash yuz berdi. Portlagandan keyin Sakurajima yanarteg'ining atrofi kul va istitak bulutlar bilan qoplangan bo'lib, chachirgan tosh parchalarining egizligi 2,5 metrga yetgan. Doiralar yanartog' teshi va lavning diametri 2 dan 3 kilometrgacha muhitga tarqalishi mumkinligini ogohlantirdi. Rayondagi ogohlantirish darajasi eng yuqori daraja bo'lgan 5 ga o'stirildi. Xitoyda ta'sirini ko'rsatgan bo'ron chapqinida qo'rqinchli ko'rinishlar o'tirg'a chiqdi. Tok simlari bombadek portladı. Shamol oldiga kelgan hamma narsani uchirib elib maqdi. Xitoyning Xanan o'lkasi qattiq yomg'ir bilan o'yg'andi. Oldi bilan yomg'ir, andin bo'ron vahima paydo qildi. Suratini oshirgan shamol bo'ron chapqiniga aylandi. Mashinalar o'rnidan qiyib ketdi. Daraxtlar yiltizdan qo'mirilib ketdi.